Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Afrikalik ösmirlərini qul qılıb işlətgan Xitaylarga hüküm e'lon qilindi. Xitaylarning Afrika davlatlaridagi shakli o'zgargan mustamlikasi barg'ansiri kuchayayotgan Afrika ellari qarz to'siqi bilan Xitoyga beqinib qilayotgan bir vaziyatda Xitoy aqullarining Afrika ellaridagi turli jinoyatlari mo ko'paymoqda. Yaqinda o'smirlarni o'z ichiga olgan 100 ga yaqin Afrika fuqarosini qul amgikiga solgan 7 Xitoy 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Fransiya Xalqaro radiosining aloqador xabarida bildirilishicha, Janubiy Afrikadagi sud mahkamasida 7 Xitoyga hukm e'lon qilingan bo'lib, ular Janubiy Afrikaning Johannesburg shahridagi bir maxfiy zavodda 90 dan ortiq Malawi fuqarosini qul qatorida amgakka solgan. Ularning ba'zilari aran 14 yoshda ekan. Mazkur Xitoylar 20 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan. Ma'lum bo'lishicha, 7 Xitoyning 4 er, 3 ayol bo'lib, 2019 noyabrda saqchilar mamuq adiyal ishlab chiqaradigan bir maxfiy zavodga tuyuqsiz bosib kirib, mazkur Xitoylarni qo'lga olgan. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan oralikda zavodda salohiyat hujjatlari kenishkilari bo'lmagan 91 malaviyalik ishlatilgan. Ularning 16 nafari 14 yoshdan 16 yoshgacha ekan. Ular bir kun aram olmay majburiy ishlatilgan bo'lib, zavodga so'lab qo'yilgan va qurolliq kishilar tomonidan nazorat qilingan. Mazkur 7 Xitoy bu yil 2-oyda odam atkazchiligi, o'smir qul amgiki qatorliq 158 turlik jinoyat bilan ayblangan. Sud mahkamasining bayonida majburiy amgakka silingan malaviliklarning Janubiy Afrikaga aldab keltirilib, qul qatorida ishlatilganligi, mashg'ulot jarayonida ba'zilarining ko'rish iqtidorini yo'qotganligi yoki put-qo'llaridan ayrilib qolganligi qayd qilingan. Xitoy rejimi navbatda Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan majburiy amgak jinoyatini izchil davomlashtirayotgan va uzluksiz kengaytirayotgan bo'lib, Xitoy rejimidan kuch olgan Xitoy aqullari inson qilibidan chiqqan bu jinoyatlarini boshqa ojiz davlatlarga mo kengaytmoqda. Trump Qatarga hujum qilish qarorini Netanyahu yolg'iz chiqardi dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Isroiliyaning Qatarga qaratgan hujumiga oid buyruqning Washingtondan emas, balki bosh minister Benjamin Netanyahudan kelganligini aytdi. Trump ijtimoiy taratquv hisobida bu mening emas, bosh minister Netanyahu tarafidan chiqarilgan bir qaror edi deb yozdi. U yana men alohida vakil Steve Witkoffga yaqinlashayotgan hujum haqida Qatar tarafga darhol ma'lumot berishni topshirdim. U mu shunday qildi. Lekin afsuski hujumni to'xtatishga bak kechikib qoldik dedi. Qatar tashqi ishlar ministrligi Oqsaroyning oldini ola uchur berganligi haqidagi so'zini rad qilib, Amerikaning uchurining portlash yuz berishga boshlagandan keyin yetib kelganligini bildirdi. Doha mazkur hujumni xalqaro qonunga ochiq oshkora xiloflik qilish va o'zining egilik huquqi bilan bexatarligiga qaratilgan tahdid deb aybladi. Trump hujumdan keyin Netanyahu bilan so'zlashganligini va Isroiliya rahbarining o'ziga tinchlik o'rnatishni xohlaydiganligini aytganligini bildirdi. Trump yana Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad al-Sani bilan ko'rishganligini va bundaq bir voqeaning qayta takrorlanmaydiganligiga kafolat berganligini ifodaladi. Trump tashqi ishlar ministri Marco Rubio'ga Qatar bilan bir mudofaa hamkorlik kelishimini tamomlash to'g'risida yo'l yo'riq berganligini va bu voqeadan keyin Washingtonning Qatar bilan bo'lgan aloqalarni kuchaytirish niyatida ekanligini bildirdi. Xitoy va Amerika ministrlari ikki davlat munosabatini muzokara qildi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio bilan telefonda, Xitoy mudofaa ministri Dong Jun bo'lsa Amerika urush ministri Pete Hegseth bilan sinliq yig'in o'tkazdi. Tuyuqsiz o'tkazilgan bu yuqori darajalik yig'inlarning Xitoy raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Donald Trump o'tirisidagi ehtimollikdagi uchrashishning tayyorligi bo'lishi mumkinligi haqida fikrlar o'tirg'i qo'yilmoqda. Xi va Trump eng oxirgi qatim ikki davlat o'tirisidagi bojni o'zaro oshirish bilan kuchaygan Saudiya jiddiychiligidan keyin
6 ayning 5 kuni telefonda suhbatlashgan edi. Taxminan 1,5 soat davomlashgan shu suhbatda ikki rahbar bir-birini o'z davlatiga taklif qilgan edi. Trumpning 10 ayning 30 kunidan 11 ayning 1 kunigacha Janubiy Koreyada o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlari yig'inidan ilgari Xitoyni ziyorat qilishi yoki mazkur yig'inda Shi bilan yuzturani ko'rishi mumkin deb qaralmoqda. Wang Yi mazkur telefon suhbatida har doimgi nomussizligi bilan Amerikaning yaqinqi davrdagi so'z va harakatlarining Xitoyning qonunliq huquqlariga ziyon yetkazganligini, ichki ishlarga aralashganligini va munosabatlarning yaxshilanishiga yordam qilmaganligini aytib voysigan bo'libmi Tayvanga o'xshash Xitoyning asosliq manfaatlariga aloqador masalalarda Amerikaning texmo ehtiyotchan bo'lishi kerakligini bildirib bildirgan. Marco Rubio bo'lsa, chorshanba kuni Wang Yi bilan o'tkazilgan mazkur suhbatning xalqaro va rayonlik masalalarga markazlashganligini bildirish bilan kifoyalangan. Xitoy Mudofaa ministrligining bayonotiga qaraganda, ministr Dong Jun Amerika urush ministri Hegseth bilan silliq yig'in orqali o'tkazgan suhbatida ochiq oshkorlikning aloqa qanollarini ochiq tutishning va Xitoy Amerika harbiy munosabatlarining o'zaro hurmat va barobarlik asosida sog'lom holda qurilishining muhimligini tilga olganligi bildirilgan. Dong yana ikki davlatning bir-birining asosliq manfaatlariga hurmat qilishi kerakligini tilga olib, Tayvan mustaqilligini ilgari suradigan bo'lguncha harakatlarning tashqi kuchlarning qo'llashiga erishishi yoki Tayvanni Xitoyni qo'rshash maqsadida ishlatishga qaratilgan har qanday tirishchanlik mag'lubiyatga mahkum deb bildirilgan. Amerika urush ministri Pete Hegseth bo'lsa, Xitoy mudofaa ministri Dong Jun bilan tunji qatim ko'rishgan bo'lib, Amerikaning Xitoy bilan to'qinish niyati yo'qligini, ammo Osiyo Tinch okean rayonidagi muhim manfaatlarini qo'g'daydiganligini bildirgan. Pentagonning 9-sentabrdagi bayonotida ministr Hegsethning Amerikaning Xitoy bilan urush qilish, hokimiyat o'zgartishni ko'zlash yoki Xitoyni har tarafdan bo'g'ishni nishon qilmaganligini ochiq-oshkora aytganligini, ammo shuning bilan birga Amerikaning asosliq sahnasi bo'lgan Osiyo Tinch okeanda intayin muhim manfaatlari borligini va bu manfaatlarni qat'iy qo'g'daydiganligini ochiq bayon qilganligini bildirgan. Hegseth ilgari Xitoyni haqiqiy va yaqin kelgusidagi tahdid deb sifatlagandan keyin may oyida Singapurda qilgan so'zida rayonlik ittifoqdoshlarini Xitoydan ogohlantirib, mudofaaga texmo ko'p xarajat sarf qilishga chaqirganda Xitoyni g'azablantirgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump mudofaa ministrligining ismini urush ministrligi deb o'zgartishni buyruq qilgan bo'lib, bu o'zgarish parlamentning tasdiqini olishni taqozo qiladigan bo'lsa-mu, Hegseth allburun rasmiy hisoblari va ministrlikdagi ishxonasining ism taxtalarini o'zgartib bo'lgan. Hürmetli görmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Ətik proqramımızı görüşükcə aman boğayslar. Assalamu alaykum və rahmetullah.